sizga foyda keltirdimi aka? Shu haqida bir xolis fikrlaringizni aytasizmi? Xolis fikrni aytaman. Foyda topdim. Assalomu alaykum hurmatli Luna Solar kuzatuvchilari. Bugun biz Sergeli tumanida o'rnatilgan 20 kW stansiyaga tashrif buyurdik. Ushbu stansiyamiz o'rnatilganiga 1,5 yil bo'ldi. Qanaqa holatda ishlayapti, qancha tok chiqarayotganini hozir ko'rsatib beramiz. Inverterimiz 20 kWlik. Ko'rishingiz mumkin, ayni vaqtda ushbu inverter 14 kW tok bermoqda. Soatiga 14 kW, 20 kW quyosh stansiyasi. Endi nega 20 kW quyosh stansiyasi 14 kW tok beryapti deganlar uchun hozir panellarning holatini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, panellarning ustki qismi atrofda qurilish bo'layotganligi sababli juda katta miqdorda chang bo'lib ketgan va ushbu changlar quyosh panellari chiqaradigan tok samaradorligini tushishiga olib keladi. Ushbu obyektimizga ishlatilgan panellar Nuko firmasining 550 wattlik single gaz panellari ishlatilgan, ko'rishingiz mumkin. Nuko Classic A klassdagi panellar. Assalomu alaykum Kamoliddin aka. Va alaykum assalom. Aka, uyingizga xudo xolasa 1 yilcha bo'lib qoldi, quyosh stansiyasi o'rnatib berganmiz. Ushbu quyosh stansiyasidan qanchalik foyda topdingiz? Sabab bu hozir bu aniq faktlarga kelib taqalganda inverterda ko'rib anaqasida 15 kW, o'rtacha 14 kW bo'lmadi deganda tok beryapti hozir. Mana shu 22 kW qo'yganimdan. Endi menda ham daraxtlarni soyalari sal xalaq qilganning hisobiga o'lib qolganda shu yoz 6 oy yoz hisobida 6 oy yoz hisobida 4 million atrofida mana shu foydaga keltiryapti xolos. 4 million. Bu degani 40 ming kW bo'ladimi shunda? 4 million kuniga 100 kW dan oshiq. 130 kW atrofida, 120 kW bo'lganda ham 4 mingga boryapti shunda. Bu degani 4 million so'm oyiga keltiryapti. Mana yoz oyini hisoblaganimizda 6 oy, 1 yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 6 oy qish oyini hisoblamadim. 6 oy qish oyini hisoblamadim. Faqatgina mana shu 6 oy yozni o'zini hisoblaganimda, chunki asosiy mavsumda ishlayotgan paytini o'zi, o'shani o'zida 24 million, 25 million atrofida daromad keltiryapti bir yilda. Yiliga hisoblaganimizda. Bu endi men bo'lmaganda hisoblayapman. Chunki bo'lganda qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bo'lmaganini hisobga olmayman. O'shanda 4 yilda o'zini o'zi oqlaydi. Bunga 25 yil deyapti garantiyasini. 25 yil ishlamasin. Chunki yog'iga borgandan keyin 10 yildan keyin o'sha 14, 13 kamayib boradi bu avtomatik shunaqa ishlaydi. Chunki avtomatik usti kuyadi ko'da qanaqadir miqdorda. O'shani hisobidan 4 yili o'zini oqlashga ketsa, qolgan 6 yili menga to'liq yana ishlab bera oladi. Qolgan ishlayversin, qancha ishlasa yog'i anaqaga ketadi. Endi bunda menda yana bitta yutuq tarafi, hozir to'plarni 10 ming kilovatdan yog'iga 2000 so'mga chiqargan narxini, 10 mingdan oshganiga. Men uni qo'ymagin desa ham hozir biron kim, men qo'yaman. Hozir menda imkoniyatim bo'lsa yana qo'yardim. Sabab menda qanchalik darajada anu tushish kerak. 10 mingga yetmash kerak. Limitim anaqa, chunki 10 mingdan oshdi, o'sha men 1000 so'mdan emas 2000 dan to'layapman. Hozir yana harakat qilyapman. Xudo xolasa, yana bir imkoniyatim bo'lsa 30 kW yoki 20 kW ga harakat qilyapman hozir qo'yishga. Hozir uyimda uzoqroq masofa bo'lyapti, shuni maslahatlashyapmiz. Ustalar keladi, xudo xolasa ko'rib chiqamiz qancha bateriya nimasini. O'sha yerga bo'lsa ham qo'yaman, xudo xolasa yana 20 kW kamida qo'yib turib, keyin yana qo'shimcha qo'shtirib olishga o'sha yerda imkoniyat boricha. Kamoliddin aka, bitta savol, xudo xolasa uyimga ham o'rnataman deyapsiz-da. O'sha uyingizda ham o'rnatishda biz servisdan yana qaytadan foydalangan bo'larmiz ikkinchi marta. Bu servisdan xizmatdan foydalanib men zarar ko'rmadim. Chunki biron marta bir anaqaga uchramadim men nima deydi, nimadir noto'g'ri bo'lib qolibdi yoki bironta muammoga uchramadim. Hammasi xudo xolasa qo'ydim, joylashtirdim, esimdan chiqardim. Chiqaman, tekshiraman, hammasi joyida turibdi. Bironta muammo, lekin har gal kelib, har 3 oyda yoki 2 oyda telefon qilib, hammasi joyidanmi xabar olib turishadi, so'rab turishadi ishxonadagi o'sha kompaniya xullas. Hech bir anaqasi yo'q, muammosiz ketyapti ishlar xullas, xudo xolasa. Mana hozir intervyu olishyapti, hozir ham kelishdi, mana hozir ham men bilan chaqirmadim. Bular o'zlari menga telefon qilishib, kelib xabar olishyapti, masalan. Bundan ortiq menimcha bo'lmasa kerak.
agar bularni telefon qilib chaqirganimda kelmayapsan, qaramayapsan desam yo'li boshqa edi. Men esimdan chiqib ketdi buni qo'yganimdan keyin. Lekin o'zlari kelib xabar olishyapti, yaxshi. Kamoliddin aka, kattakon rahmat. Xizmatimizdan foydalanganingiz uchun kattakon rahmat.